بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Rizq xususidagi darslarimiz davom etayotganmiz. Bugun ana keyingi mabhasga o'tamiz. يكفيك أخي الفقير أن تعلم أن أكثر أهل الجنة من الفقراء وأن الفقر من صفة الصالحين. Ey faqir birodarim, sizga faqirlik jannatiylarda sifatlardan biri ekanligi va solih anbiyolarning ko'proq qismi faqir bo'lganligi o'zi kifoya qilishligi kerak bo'ladi. Ibn Umar roziyallohu anhu mana Uddatus Sobirin Ibn Qoyyimning shu kitobida keltiriladi. Ma utiya abdun min ad-dunya shay'an illa naqasa min darajatihi 'inda Allohi va in kana kalima. Ibn Umar quyidagi bir chiroyli bir so'zda aytadiki, Parvardigori garchi bandasiga mehribon bo'lsa ham, Parvardigori karim bo'lsa ham, bandaga dunyoda nima berilgan bo'lsa, dunyoda qancha ne'mat olgan bo'lsa, albatta oxiratdagi darajadan bu narsa pasaytirib qo'yiladi. Agar tushunishimiz oson bo'ladigan bo'lsa, insonga Alloh taolo bitta kulchani bergan bo'lsa, dunyoda qancha qismini sindirib yegan bo'lsa, demak oxiratda shuncha qismi ozaydi degan. Bizi asl vatanimiz Odam alayhissalom yaralgan jannat bo'ladigan bo'lsa, shu vatanga qaytish bo'ladigan bo'lsa, ana shu joydagi narsa bizniki bo'ladi. Faqatda yarmini dunyoda olgan odam oxiratda yarmiga ega bo'ladi. Ko'proqni olgan odam oxiratda ozroq ega bo'ladi, hammasini yeb olgan odamchi. Demak, dunyoda qo'lida ozgina bir kamchilik, moddiy tomonda yetishmovchilik bo'lishligi bu mana avvalgi darslarda aytdik. Alloh azza va jalla hadis qudusida aytdi: "Ey odam bolasi, men seni qo'lingga dunyoni keng qilib bermaganligim, seni yomon ko'rganligimdan emas edi, balki oxiratda senga haylab qo'ygan karomat sababi edi. Dunyoda ozroq bergan edim, oxiratda ko'proq berishligi uchun." Mana hadis qudusida Alloh azza va jalla aytadi, mana Musa alayhisalom Alloh taologa iltijo qildiki, Parvardigoro, mo'min bandang. Kasallikni berasan, dardlarni berasan, yetishmovchilikni berasan, kambag'alchilikni berasan. Qanday bo'ldi deganda, Alloh azza va jalla mana shu mo'min bandasiga oxiratda talab qilgan ne'matni ko'rsatganda, aytadiki Musa alayhisalom, Parvardigoro, dunyoda ko'rgan mashaqqat hech narsa emas ekan. Parvardigoro, kofir bandang senga osiylik qilsa ham, isyonda bo'lsa, gunohlarni qo'rqmasdan qilsa, birorta bir savob ishga iymonga intilmasa ham dunyoda to'kib qo'yasan unga. Bu qanday bo'ldi? Alloh taolo Musa alayhisalomga shu kofir uchun oxiratda talab qo'ygan azobni ko'rsatganda, Parvardigor dunyoda ko'rgan hech narsa emas dedi. Sahih hadislarda keladi, qiyomat kunida dunyodagi eng xor hayotni ko'rgan, kasallikdan voz chiqmagan, doim yetishmovchilik bo'lgan, bitta ko'ynagini yechib bo'lsa ikkinchisi bo'lmagan, uyida kamikatiga tugamagan bir bandani dunyoda biror kun yaxshi kun ko'rmagan kishini jannatga g'amsatan vahida deyiladi. Bir marta solib chiqariladi. Uni yuzi Badr kechasidagi 14 kunlik oyni to'liq oydek ravshan chiroyli yorug' bo'lib chiqadi. Shunda shu bandadan so'rar ekanki, banda dunyoda bir yomon kun, og'ir kun ko'rganmisan desa, Parvardigor, yaralganimdan beri rohataman, hech qanaqa mashaqqat ko'rmaganman deydi. Va aksincha, dunyoda birorta bir yomon kun ko'rmagan, faqat bir rohatda, farog'atda, aysh-ishratda yashagan fosiqni jahannamga bir marta solib chiqarganda, kuyib xuddi qora bir ko'mirday bo'lib chiqadi. Va so'raladi: "Dunyoda ey banda bir yaxshi kun ko'rganmisan?" Bu banda aytadi: "Parvardigor, yaralganimdan beri shu azobdaman, shu mashaqqatdaman." Dunyoda rohati har qancha zo'r bo'lmasin, oxiratda rohatning oldi hech narsa emas. Dunyoda mashaqqat har qancha katta bo'lib ko'rinmasin ko'zimizga, mana shu biz boshimizga tushayotgan yetishmovchilik yoki qanday bir musibatlardan boshqa musibatni ko'rmaganligimiz uchun eng kattasi shunga o'xshaydi. Endi oxiratda azobini oldida bandani dunyoda ko'rgan mashaqqat mehnatlari hech narsa emas. Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi, bu ham hadis qudusi. Farishta Alloh azza va jallaga iltijo qildiki, Parvardigori, mo'min bandang dunyoda hamma musibatlar boshiga kelib tushsa, bu qanaqa bo'ldi? Buyurildi. Shu farishtaga shu mo'min banda uchun jannatda talab qo'ygan joyini to'sib turadigan parda ko'tarildi. Farishta ko'rdida, Parvardigor hech narsa emas ekan dunyoda. Birodalar, hech narsa emas. Ishoninglar, hech narsa emas. Chunki dunyoda biror marta qo'lini sovuq suv yurmagan, faqat rohatda yashagan Fir'avn birodalar, qiyomatgacha qabrda azoblanar ekan, dunyoda bir yaxshi rohat kun ko'rganmisan desa, yo'q deydi. Va dunyoda faqirlikda, mashaqqat yashayotgan musulmon qabrida Alloh taologa bergan ne'matlarni bir marta totib ko'rganda, mashaqqat ko'rganmisan desa, yo'q deydi. Bu yerda o'tirganlar odamlarning yoshlari xilma-xil. Kim 70 ga kirgan, kim 15 ga kirgan. Agar o'tgan
o'tmish hayotiga qarasa, 70 yil yashaganda ham, 15 yil yashaganda ham o'tgan umri xuddi bitta guyuti shunday yaxsiz vozlati yonga o'tganchalik muddatga sig'ib ketyapti. Bu 60 yil, 70 yil ichida qancha bir rohatli kun bor, mashaqqat kun bor, og'rigan, sog' bo'lgan, topgan, yo'qotgan, lekin hammasini bir qarasa, o'sha bir 2 yoki 3 sekund hammasi sig'ib ketyapti. Va ana shu fosil bo'lgan kofirga Alloh taolo dunyoda toshib qo'ygandan ko'ra farishta yana so'radi. Parvardigoro, bu kofir banda shuncha bir fosil bo'lsa ham berorasanmi deganda jahannamda unga tayinlangan jonni ko'rsatganda farishta aytdi, dunyoda ko'rgan rohat hech narsa emas ekan. Ato Xurosoniy rivoyat qiladi. Payg'ambarlardan biri bir dengizni bo'yidan o'tib qoldi. Mo'min odam bismillah deb to'rini tashladi. Tortdi, hech narsa chiqmadi. Uyga quruq qaytdi. Mushrik keldi, to'rini o'zini ilohini nomini atab, o'zini butunatini aytib turib tashlagan paytda baliq to'ldirib chiqdi. Mana shu payg'ambar ham xuddi shunday bir iltijo qilganida ikkalasiga oxiratda tayyorlab qo'ygan holat ko'rsatganda bu payg'ambar rozi bo'lardi. Birodarlar rozi bo'laverdik. Rozi bo'laverdik. Yaxshi ham ozroq bo'lganidir ekan. Kambag'allar dunyosi hisob kitob qilinayotgan mahalda. Kambag'al hech qachon jon taslim qilayotganda estikina boy bo'lib yasholmadim deb pushaymon yemaydi. Lekin aksincha dunyosi haddan tashqari ziyoda bo'lgan odam jon taslim qilar holatda hisob kitob kattaligini ko'rib turib, qaniydi kambag'al ko'cha supurib yashaydigan sodda oddiy odam bo'lsam derdi. Imom Alboniy sahih degan quyidagi hadisga diqqatimizni qaratamiz. Irbad ibn Sariyya roziyallohu anhu anin nabiy sollallohu alayhi vasallam qol: "Law ta'lamuna ma dukhira lakum ma khazintum ala ma duyankum." Rasululloh aytibdiki, agar sizlarga oxiratda tayyorlab qo'ygan narsani nimaligini bilganinglarda, dunyoda sizlarga berilmagan narsa uchun xafa bo'lmasdinglar. Qaytaramiz. Oxiratda musulmon bandaga Alloh tayyorlab qo'ygan narsani nimaligini bilganinglarda, dunyodagi yetishmoqchilik yoki dunyoda sizlardan olib qo'ygan narsaga qayg'urmagan bo'lardinglar. Boya aytgandek, patirda bir chekkasini sindirgan bo'lsa, kichkina demay turing, chunki naryoqda kattaroq qismi turibdi. Mana keyingi mabhas juda ko'pchilikka bir yangilik bo'lar yoki takrorlash bo'lar. Boy bo'lib, shukr keltirib yashagan yaxshimi? Yoki sabr qilib, faqir bo'lib yashagan yaxshimi? Sabr faqir yaxshimi yoki shokir boy yaxshimi? Bu haqida juda ko'p bahslar yuritilgan. Juda ko'p bahs. Biz ham mana shu bahsni bittasini davom etkazamiz, o'zimizga kerakli xulosani olamiz degan umiddamiz. Hukumolar, ulamolarda aytishiga ko'ra bu ikkala odam ham, ikkala holat ham iymonning yarmi deyiladi. Kishini qo'lida dunyosi ko'p bo'lib, ne'matini shukrni ado qilib, dinin yo'lida sarflayotgan bo'lsa, yetim yeslarni boshini silayotgan bo'lsa, iymon deyarmi. Endi ikkinchi odam mana shu dunyo matosi qo'lida ozroq bo'lib, Alloh bergan kuniga rozi bo'lib yashayotgan bo'lsa, bu iymonning ikkinchi yarmi. Demak, ikkalasi ham yaxshi. Ikkalasi ham yaxshi. Agar ikkalasi ham kambag'alligidan shikoyat qilib Allohga osiy bo'layotgan bo'lsa, bu kambag'allik yomon. Agar dunyosi ko'pligidan tug'yonga ketib Allohga osiy qilayotgan bo'lsa, bu boylik ham yomon. Mana Qur'oni Karimda shukr bilan sabr haqida nima deyilgan? Qur'onda sabr kalimasi 14 marta zikr qilingan. Lekin shukr kalimasi faqat 1 marta zikr qilingan. Mana shundan ham xulosa qilib olsak bo'ladiki, faqir odam Alloh bergan kuniga rozi bo'lib, sabr qilib yashar ekan, shukr qilgan boydan darajasi baland bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalardan insonlardan qaysinisi afzalroq bo'ladi dedi. Ular aytishdiki, qo'lida dunyosi bo'lgan, moli dunyosi ziroda bo'lgan boy odamki, Allohga rozi bo'ladigan joyga pulni sarflaydi. Shu odam yaxshi deydi. Rasululloh to'g'ri dedi. Lekin buni so'ramayapman dedi. Faqir dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. U Alloh yo'lida o'zini kuchini, mehnatini sarflaydi. Boy millionidan 100 ming sarflasa, kambag'al qo'lida hech narsasi yo'q, mehnatidan boshqa. Endi u borini sarflayapti bu. Qaysinisini oladigan ajri yo'q. 1 dirham 1000 dirhamdan o'tib ketdi deydi. Abu Zar G'iforiy roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadisda, Imom Alboniy sahih deydi bu hadisda. Boy, moldor odam juda katta dunyosidan 1000 dinor sadaqa qildi, kambag'al odam cho'ntagida 2 dinori bor edi. 1 dinorni sarf qildi. Kimni sarfi kattaroq bo'ldi? Bu millionlardan 1000 ni sarf qilgan bo'lsa, 1% bo'lsa, bu yarmini sarf qiladi. Agar 1 dinori bo'lib turishini berganida, borini bergan bo'lar edi. Ajrda kambag'alda ajri ziyodaroq hisoblanadi. Va bizga
har bitta qilgan ishida ibrat namuna bo'lgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bizga qaraydigan bo'lsak, Rasululloh qaysinisini tanladi? Endi uni deysiz-ku, ozgina qo'lingda bo'lgani ham yaxshi-da, birovga qaramasdan musulmoncha engagingda sarflaysan, qarindosh urug'ingni yo'laysan, va hokazo deymiz, hali qo'lida yo'qlarimiz. Endi biz ayta olmaymiz-da, bo'lganda sarf qila olamizmi, qila olmaymizmi? Inson savobli amalni niyat qilar ekan, qasd qilar ekan, albatta bunga ajr oladi. Musulmon odam qilgan niyati uchun ajr oladi. Qachon? Meni ham pulim bo'lganda masjid qurardim, desa ajr oladimi, olmaydimi? To cho'ntagidagi 10 so'mni, 5 so'mini o'sha masjidda sondig'iga tashab turib, keyin shu niyat qilsa, ina ajr bo'ladi bunga. Imkoniyatidagina qo'lidan kelganini qilib turib, kattaroq narsani niyat qilsa, shunda savob yoziladi. Sen hali 5 so'mligida bera olmaysan, $5000 bo'lganda qanaqa qilib berasan? Chunki 5 so'mda chiqishligi og'ir bo'lib turganda $5000 chiqishini faraz qilaylik. Demak, inson qachon ajr oladi? Niyati amali bilan tasdiqlagan paytda. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Makkani badxosini Alloh oltindan qilib beraymi deganda nima dedi? Dunyoga berilmaslik bo'lsa, Rasulullohchalik berilmasa kerak edi. Dunyoda muhabbati qalbiga joylanmaslik bo'lsa, Rasululloh sho'qqida shu zot agar dunyoda olganida oxiratga sarflashligi aniq edi. Tushundingmi? Lekin shu zot nima qildi? Faqirlikni ixtiyor qildi. Sizga berib qo'ysa ko'tara olmay qolishingiz xavfi bor. Fitnaga uchrab qolishingiz xavfi bor. Shuning uchun payg'ambar vasallam Allohumma ij'al rizqan ala Muhammadin qutan deb duo qildi. Parvardigoro Muhammadning oilasini rizqini kunlik qilib ber dedi. Bu darslarimizning hammasini oxiridagi xulosasi bitta narsaga borib taqaladi. Allohning bergan kuniga rozi bo'lish kerak. Ya'ni rozi bo'lsalar nima bor degan savolga javoblar kelyapti. Og'ir olgan bo'lsangiz ko'proq marada qolyapti. Og'ir olgan bo'lsa rozi bo'ladigan bo'lsa Alloh taolo darajasi baland qilyapti. Inshaalloh bugungi sahobalarning hayotida o'qiydigan darsimiz aynan mana shu mavzumizga daxli bo'lgan sahoba Abu Dardo roziyallohu anhu haqida bo'ladi. Inshaalloh bu rizq haqidagi darsimizni keyingi suhbatda davom ettirgan bo'lamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.